Assalomu alaykum qizlarjonlar, qalaysizlar? Mana bugun ertalabki saylga chiqdik bolalarimni olib. Kolyaskada qizim, velosipedda o'g'lim. Mana shu ko'chadan to'g'riga yurib ketyapmiz-da. Mana shu yerda chiroyli gul tushib qoluvdi. Shuni chiroyli qilib olib qo'y ko'chalarimizni deb hozir videoga olyapman-da. Keyin shu ko'chadan yurishni boshlaymiz. Mahallamizdan. Ketyapmiz kolyaskada bolalarimni olib. Havo yaxshi, quyoshli. Bu quyoshli kunlarda SPF ishlatinglar albatta. Hozir shu yerda endi SPFkalarni распаковка qilib, chiroyli qilib reklama qilib beraman. Menda hozir mana shunaqa Beauty of Chusonni SPF bilan aksessuari SPF наличиеda bor. Zakazinglarni bemalol Instagramdan ham, Telegramdan ham bersanglar bo'ladi. Hozir mana shu yerda shu SPFlar faqat bu yerga tushib ketmoqchi bo'ladi, lekin ushlab qolaman, tushib ketmaydi. Mana bemalol zakaz berishinglar mumkin. Narxlari bilan Telegramda yozib qo'ygan.